2025da 3481 ta korxonada soliq auditi tekshiruvi bo'ldi. O'shani o'zida 13 trillion доначисление chiqdi. Bu degani har bitta korxonaga o'rtachaga bo'lib olsak ham 3 milliard 700 milliondan доначисление chiqdi. Agar tadbirkor rahbar buxgalteri eshitmasa, u mana shu 3 milliard 700 million shtraf to'laydigan korxonalardan bittasi bo'lmaydi degan garantiyani hech kim bermaydi. Hech kim garantiya bermaydi 3400 tani ichida bo'lmasligiga. Buning uchun tadbirkor yo buxgalterni eshitish kerak. Eshitmaydi nimaga? Chunki buxgalterga ishonmaydi, bilimiga ishonmaydi. Unda buxgalter kuchaytirishga pul tikish kerak. Yoki kuchliroq buxgalterga almashtirish kerak. Естественно, qimmatroq bo'ladi. Yoki yaxshi ishonchli outsourcega berish kerak bo'ladi. Boshqachasiga iloji yo'q. Chunki biznes faqat kuchli kadrlar bilangina o'sa oladi. Buxgalter bilan yurist bo'lmasa, bu korxona oxir oqibat baribir bankrotstvaga boradi.